Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Yetimlikda ulg'aygan, bir kunda ikki o'g'lidan ayrilgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov 75 yoshda. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov 1-mart kuni 75 yoshni qarshiladi. Bahorni ilk kunida tug'ilgan ijodkor salkam 50 yildan buyon katta sahnada ijod qiladi. Ko'rinishidan viqorli ko'ringan ijodkor hayotda ko'plab qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Yetimlikdan tortib farzandidan ayrilish azobini ham his qilgan. Toshkentda oddiy oilaga dunyoga kelganman. Mahallamizda urush paytida yetim bolalarni asrab olgan Shomurodovlar oilasi ham yashar edi. Ularning bir necha o'g'illari bilan tengdosh bo'lganman. Mahallamizda ko'pchilik insonlar terini qayta ishlash bilan shug'ullanishgani uchun mahallamizni ko'nchilar deb atashardi, deydi xonanda. G'ulomjon Yoqubovning tug'ilishi juda qiziq kechgan. U uydagi kichik tancha yoniga tug'ilganini va qo'shni ayol onasiga doyalik qilgani haqida aytib o'tgan. Uyimizning orqa tomoniga Salima degan ayol yashar edi. Uni esimni taniganimdan buyon buvi deb atardim. Keyinchalik bilsam, u onamga doyalik qilib meni dunyoga keltirgan ekan. Oilada 4 nafar farzand bo'lganmiz, ammo akamdan keyingisi juda erta vafot etgan. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralar juda ko'p, ammo armonlarim ham yetarlicha. 3 yoshimda otamdan yetim qolganman. Onam rahmatli 28 yoshida 3 nafar farzand bilan beva qolgan. Otam bilan bog'liq xotiralarim juda kam. Yelkasiga mindirib meni o'ynatgani va o'lgach vidolashuv uchun meni olib kirishganda atrofdagi erkaklar o'g'li kirganida ko'zini ochdi deyishganini eslayman xolos, deydi xonanda. Urush yillaridan so'ng juda ko'p ayollar boquvchisini yo'qotgani va oilalar qiyin kunlarni boshdan kechirganini xonanda o'z hayoti misolida quyidagicha ta'riflaydi. Mahallamizda turmush o'rtog'i urushdan qaytmagan ayollar juda ko'p. Onam rahmatliga ham ko'p joydan sovchilar kelgan, ammo hamisha rad javobini berardi. Mening 3 ta erim bor, ular uchun yashayman derdi. O'zi esa mahallamizdagi shapka to'qiydigan sexga oddiy ishchi bo'lib ishlardi. Ro'zg'or kam ko'stini to'ldirish bilan ovora edi. Juda kichik yoshimda qiziq voqea bo'lgan. Mahalladan o'tayotgan mashinani poylab turib, temir toshni otganman. U haydovchi o'tirgan tomon oynasini sindirib, boshini yorgandi. U jahl bilan 2 oyog'imdan ko'tarib oynani kim to'lab beradi deb onamga baqirgani ham ko'z oldimdan ketmaydi, deydi xonanda G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubov bolaligida sho'x va o'yinqaroq bo'lgan, hatto necha marta maktabdan ham haydalmoqchi bo'lishgani va shunchaki tasodif sabab musiqaga qiziqib qolgani haqida quyidagilarni aytadi. Sho'xligimdan mahalla kuydagi bolalar ham, maktabdagilar ham bezor edi. Ustozlarim tarbiyaga chaqirish uchun bir necha marta kaltaklashishgan. U paytlarda ota-onalar ham eti sizniki, suyagi bizniki qabilida ish tutishardi. Bir nechta to'garaklarga borganman, ammo u yerdagi o'qishim uzoqqa cho'zilmasdi. 3-sinfdaligimda G'ulomjon Qo'chqorov degan musiqa ustoziga shogirdlikka tushganman. U kishi ilk marta qo'limga dutor ushlatgan, ammo u yerda ham sho'xligim bilan hammani bezor qilardim. Doira to'garagiga qatnaydigan bolalar bilan tengma-teng urushardim. San'atga mehr qo'ygach, sho'xligim ham bosildi, deydi xonanda. Xonanda ko'plab moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan, hatto bolaligidan ishlab ilk musiqiy so'zini o'zi xarid qilishiga to'g'ri kelgan. U paytlari rubob 21 so'm turar edi. Bir qo'shnimiz uy qurmoqchi edi. G'ishni men quraman, pul berasizmi deganman. Avvaliga ishonmagan, ammo kelishuvga ko'ra 1 oy ichida 3000 ta g'ishtni quyib berganman. Pulni olib ilk rubobimni sotib olganman, ammo 1969-yillarda san'atga va bu soha vakillariga bo'lgan e'tibor juda yomon edi. Shu bois ham onam san'atkor bo'lishimni istamagandi. Onam Politexnika institutiga hujjat topshirishimni istagan. U paytlari imtihonlar yozma va og'zaki shaklga o'tkazilardi. Ko'chirmachilik qilib bo'lsa-da, yozma imtihondan 3 olganman. Og'zaki imtihondan esa o'tolmaganman. O'shandan keyin tanish yigitlar filarmoniyada yangi ovozlar uchun kasting o'tkazilayotganini aytishgan. Omadim kelib kastingdan o'tib ishga olinganman, deydi xonanda G'ulomjon Yoqubov.
Xonanda 1998-yili hayotidagi eng og'ir kunlarni boshdan o'tkazgan. Bu voqeadan keyin men kamida aroqxo'r bo'lib ketishim kerak edi. Chunki jigar go'shasidan ayrilish oson emas. Eng yomoni bir kunda 2 farzandimdan ayrilganman. U yillari Nazarbekdagi hovlida yashar edik. Katta o'g'lim AQShga ketgandi. Keyingisi esa 22 yoshda to'lib, onasi to'y harakatida tushib qolgan kezlar edi. O'sha kuni ham onasi sovchilikka ketgandi. Mahalladagi hamshira qiz Osma ukolni noto'g'ri qilgani sababli ahvoli yomonlashgan. Shunda kenja o'g'lim akasini Toshmaga olib borish uchun mashina roliga o'tirgan. Aslida u mashina haydashni yaxshi bilmas edi. Mashina jarga ag'darilib, 2 soat ichida 2 farzandimdan ayrilganman. Vafot etgan katta o'g'lim Toshkent davlat yuridik institutiga o'qirdi. Kenja o'g'lim esa Toshkent davlat texnika universitetining tayyorlov kursiga qatnar edi. Afsuski, ularning baxtu kamolini ko'rish nasib etmadi, deydi G'ulomjon Yoqubov. Xonanda 1999-yili farzandlari xotirasiga bag'ishlab qo'shiq ham ijro etgan. Xonanda bu yil 75 yoshni qarshiladi, ammo haligacha xalq xizmatida bo'lishga, muxlislarning ko'nglini olishga harakat qiladi. Uning farzandlari san'at sohasini tanlashmadi, ammo nabiralaridan biri bobosi kabi xonanda bo'lishni niyat qilgan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.